Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Bugungi kunda yurtdoshlarimiz qaysi kitoblarni va qanday kitoblarni qiziqib o'qimoqdalar? Ayni damda qanday mavzudagi adabiyotlarga talab ko'proq? Hozir shu haqida savol-javob, ya'ni viktorina o'tkazamiz. Buning uchun kitob savdo do'koniga tashrif buyurdik, xaridorlarga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozirgi vaqtda siz qaysi asarlarni sevib mutolaa qilmoqdasiz? Hozirda 20-asrning o'lmas asarlarini to'xtamay mutolaa qilyapman. 20-asrning o'lmas asarlariga qaysi asarlar kiradi? Masalan, Abdulla Qodirovning Yulduzlar. Bundan Abdulla davomı. Abdulla Qodirovning Kecha va kunduz, Mehrobdan Chayon. Shuhratning Oltin zanglamas asarini misol qilishimiz mumkin. Shu asarlarning ichida siz uchun eng qadrlisi, eng ko'p o'qigan qaysi asar? Agar birini tanlaydigan bo'lsam, eng yaxshi bo'ladiganim Shuhratning Oltin zanglamas asari. O'zbekiston xalq yozuvchisi va Shuhratning Oltin zanglamas asari haqida sizga savollar bersam bo'ladimi? Bu asar qaysi davrni o'z ichiga olgan? Muallif Shuhrat Ismoil Mashkurov 1963-67 yilda yozilgan va urushdan oldingi va urushning ichida bo'lgan davrlarni o'z ichiga oladi va bu yerdagi qiyinchiliklar, voqealar hammasini badiiy asarda chiroyli tasvirlagan. Asarning bosh qahramoni kim va bosh qahramonga qanday ta'rif berilgan? Asarning bosh qahramoni Sodiq ismli, vijdonli, o'ziga to'g'ri so'z, o'zbek yigiti Sodiq ismli obraz. Har qanday holatda taqdirimizda yetti uxlab tushimizga kirmagan voqealar yuz berganda ham har qanday holatda sabr qilishni alohida urg'u berib asarni chiroyli yozgan. Savollarimizga javob berganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga bir nechta savollar bersam maylimi? Bemalol. O'zbekiston xalq yozuvchisi Shuhratning qaysi asarlarini bilasiz? O'zbekiston xalq yozuvchisi Shuhratning Oltin zanglamas, Shinilli yillar eng mashhur asarlari. Oltin zanglamas asarini o'qiganmisiz? Oltin zanglamas asarini o'qiganman. Bu urush davrlarini o'z ichiga oladi. Asarda ona ayol obraziga adib qanday ta'rif bergan? Yozuvchi asarda Adolat xola obrazida matonatli ona tasvirlab bergan. Ayol obrazida jannatni obrazini farosatli, sabr-bardoshli ayol timsolini tasvirlab bergan. Asarning qaysi jihati sizga ko'proq yoqdi? Asarning menga yoqqan jihati xalq maqollaridan juda ko'p oqilona foydalangan. Masalan, Sabrdagi sariq oltin, Suvcha xandon uy zindon, qor yog'di, iz bosildi, shunaqa maqolalardan ko'p foydalangan. Nima deb o'ylaysiz? Nega adib asar nomini Oltin zanglamas deb nomlagan? Oltinni zanglamasligi bu Sodiqning xarakteri, hayot falsafasidan kelib chiqib yoritilgan. Sodiq obrazi o'z vijdoniga dard ham yuqtirmaydigan, niyatlariga haqiqatan sodiq, oliyjanob, Sodiq oltindek zanglamas insonligi. Savollarimizga javob berganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, bu asarda bir nechta inson taqdiri va avvalo o'qituvchi degan sharafli va mashaqqatli kasb egasining o'z kasbiga bo'lgan muhabbati va sadoqati aks ettirilgan va qancha qiyinchiliklar ko'rmasa o'limga tik boqadigan inson qiyofasida sodiqjon tasvirlangan. Bu asarni o'qib inson o'ziga ko'p narsa olsa bo'ladi va ushbu asarni barchangizga o'qishni tavsiya etgan bo'lar edim. O'ylaymanki, bugungi viktorinamizdan siz O'zbekiston xalq yozuvchisi Shuhratning Oltin zanglamas asari haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldingiz. Keyingi viktorinamizga qaysi asarlar haqida ma'lumotga ega bo'lishni xohlaysiz? Viktorinamizga qatnashishni xohlaysizmi? Buning uchun Kasbi tuman axborot kutubxona markaziga murojaat qiling. Bizni kuzatishda davom eting.